Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satışa chiqqan joyimiz görüp turganlaringizning Karat Cafe Gamush Gamburganda bo'ladi. Bu yanimiz Olimpiya stadioni Shumbala bo'ladi. Bu yerimizde Darital Urdu Universitet bo'ladi. Shu domimizda bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine görüp turganlaringizning 3-qavatında 3 xonali Euro remont barcha jihozlari bilan satışa chiqdi. Bu domimizda kamdan kam joyimiz satışa chiqadi. Dumzo'r dom bo'ladi. Shaharni yurakida bo'ladi. Bu yanimiz esa Dehqon bozor park taraf bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine park ko'rsatib beramiz. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sutlik bilan arzon narxda joyimiz kredit asosida ham sotiladi. Shu domimizda bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine ajoyib. Bu domdan kamdan kam chiqadi. 3 xonali 3-qavatda esa joyimizni ichki qismi bilan donasi chiqamiz. Gitdik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 3-qavatimizga yetib keldik. Görüp turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz demir eshikdan, rossiyskiy original sifatli eshiklardan bo'ladi. Podezlarimizni görüp turganlaringizning akkuratni podezlarimiz mramorli kafeldan qilingan. Dumzo'r, domimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girgan yerimiz görüp turganlaringizning bir xo'shga zonalarimiz akkuratni bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Bu yanimiz esa rakovinamiz, kafelimiz bemalol qo'li uyib, doğru girib o'tiradigan. Dumzo'r planirovkasi, vashimiz shikolant narxda zo'r mestadan dumzo'r joy topdim. Mening narxi bu mestalardan joy chiqishi kamdan kam. O'zi bu domlarda bu domda joy sotilmaydi dekvellik. Arzon narxda hurmatli yurtdoshlar, bir xo'shkamizga baho beramiz. Akkuratni bo'lib turibdi, toza, hali hech kim yashamagan paket joy. Yine ajoyib. Remontdan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Joyimiz kirpishli dom bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Etaj ham zo'r, 3-etajda bo'ladi. Girish qismimiz yine görüp turganingizdek, rakovinamiz, aynamiz, kafelar bu ajoyibdan yaxshisidan qo'ygan. Oyoq telerimiz ham laminat pullarning ham eng yaxshi va sifatli qimmat xillaridan qo'yganlar. Dım yaxshisidan qo'yganlar. Gilamlarimiz tashalan hurmatli yurtdoshlar. Birimiz sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzilimiz ham akva ayna eshiklisi sifatlisi ilinib ochiladi bemalol. Ko'rsatamiz. Tualet vannasi alohida bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Oyoq telerimiz kafel, dapatalokadan kafel qilingan. Aristonimiz Real firmasiniki yaxshisidan qo'yilgan. Birimizda ham rakovinalari bor, vannasi ham chisti, atapinalari bor. Görüp turganlaringizda ajoyib. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklarimiz ham rossiyskiy yaxshi eshiklardan bo'ladi. Qalin, og'ir eshikdan, zo'rindan qo'yganlar. Ko'nglimizda o'zlaringiz bir baho beringlar. Vashchi chiroyli bo'lib turibdi. Mazza bo'lib, joyi umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aboylarimiz eng zamonaviy va eng qimmat aboylardan ekan. 300 ming so'mlik aboylardan qilingan, sifatli yaxshi aboylar qilinib turibdi. Jaluzi perdamiz, atapinalari bor. Birimizda gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Shaharni qoq markazi bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Dviy konturli katollarimiz Royalki eng yaxshisi turibdi. E'tibor beringlar. Kuxni mebellarimiz ham o'zlaringiz baho beringlar. Chotki, sifatli, originali turibdi. Gaz plitamiz ham plus dumzo'r, yaxshi paket yine. Vobshi zo'r. Kuxnimiz ham chiroyli bo'lib turibdi. Mening joylar kamdan kam topiladi. Tavsiya beraman hurmatli yurtdoshlar. Joyni zudlik bilan olinglar. Joyimiz sotilib ketib turibdi. Hamma joy chiqarib turibmiz. Allohga shukr, sotilib turibdi. Bu xonamiz esa spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham ko'rib turganlaringizning chiroyli qilib ajoyib etib qo'ydi ekanlar. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Oyoq telerimiz laminat pul, gilamlar tashalgan, aboying ham yaxshisidan qilingan. Perdani chotki. Birimizda 2 balkon bor. 2 ana qaragan bo'ladi. Birimizdan balkoni bor. Ko'rsatib o'tamiz balkonini. Yine ish yerimizda katta tushgan balkoni bor. Ajoyib bo'lib turibdi. Yine akva aynalar, akva eshiklar qo'yilgan. Va shu zo'rindan perdelarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan. 2 yana sxoznik bo'ladi. 2 balkoni. Bu yandan, arayandan balkoni bor. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Tak. Berimizga giradigan bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, zalimiz bo'ladi. Zalimizga bir baho beringlar. Vashchi mehr berilgan eng qimmat narsalardan qo'yilgan. Oyoq temizda gilamlar zamonaviy eng oxirgi yaxshi sifatli eronskiy gilam ekan. Qimmat.
dım zorundan koyğanlar, giləmləri bir etibar etinlər. Şu nərsələrimiz həm yaxşı sifətlisindən qoyulğan, mebellərimiz dım zorundan qoyulğan ekan, pul ayamabdılar. Birimizdə bu remontları çötki aboyların ham yaxşı sifətli aboylardan qılınğan. Pərdələrimizə özləriniz baxa bilərsizlər. Paket televizorlar, bunlardan hələ heç kim oturmağın ekan, tazasını qoyub ekanlar. Hörmətli yurtdaşlar, 2 ayına düşkən, birimizdə akfa aynamız, atapinlər var, joyumuz issiqqina bolubdu. Birimiz balkon, balkonu bir göstərib bərəməsilər hazır. Yine vahşi zor, şikanat narxda. Zudlik bilen ürlük qalanlar, minnin joydan kemden kem joy satığa çıkadı. Birimizə bir baxa bərəsilə, vahşi mestasına özləriniz bir baxa bərəsilə, səbəbi dımızor mestadan yine. Yolun üstünə göstərib bərəməm. Birimiz yine beyanımız Dekkan Bazar Park boladı, hürmətli yurttaşlar yine. Park gün tutdu yine, Dekkan Bazar Park. Mestasına umman gəp buluşu mümkün emas. Əcayib. Beyanımız stadion şumbala boladı, hürmətli yurttaşlar yine. Əcayib mestası. Doğrumuz ise Darital Urdu Üniversitet boladı birimiz yine Darital. Yine. Mestasına vapşi gəp buluşu mümkün emas. Hürmətli yurttaşlar. Şu domumuzda boladı. Vapşi zor. Bu domdan kemden kem satığa çıkadı. Ese ülgür kalasılar. Yine. Köp adam sonra bir şuradan benden cay satığa şu domdan yok mu? Deb neçə sonbasam alamız deb. Yine arzanlıqda sizlərə zürlük bilen koyduk. Bu zalımızın hürmətli yurttaşlar 6'a 6 ekan, zalımız dum ullu düşkən ekan. Yani havlu joyları zalından dum ketdi ekan. Ullu. Belent ekan, belent bunu. Dum belent ekan. Özləriniz gelip baxa bərəsilər. Zalay qaran. Ne zal kemden kem boladı. 3 kanalı kvartiralardan. Birimiz ise tuvaleti boladı. Yani aytkanımız değil, tuvalet vannası alaqıda dedik. Tuvaletimiz hem kichkina emas, keng düşkən. Yine ayak teleri kafel, toza unitazlı ayaksısında iyi kafelle kılınıp ecayip bolit turttu. Vahşi zor şkalan joyumuz. Birimizden bir mehmonxona deseken, iyi spani deseken boladı. Zor, kichkina düşmeyen, keng düşkən ayak telerimiz laminat bol, gilemle taş alğan, perdelerimize karan zorundan koyal. Vahşi çot ki, aboylarımıza özleriniz bu haberi verərinlər. Zor. Hürmətli yurttaşlar, təvsiyə bərəmən, zudlik bilən, arzanlıqda, kredit əsasında satıladı joyumuz. Zudlik bilen kalınlar, hürmətli yurttaşlar, minin joylar bu mestadan kemden kem çıkadı. Esen hürmətli yurttaşlar, joyumuzun narxına gələn bolsaq, joyumuzun narxı 59.500 dolar boladı. 59.500. Zudlik bilen arzanlıqda beydə bu baxalara joy tapılmıydı. Təvsiyə bərəmən, hürmətli yurttaşlar. Haqqanınlar. Ese ekranda verilgen telefon rakamlara telefon kılarasıyla sağ olanlar, salamet olanlar, hürmetli yurttaşlar. Şimdi joy sonra birgen danışverişlere taşak koyasılar. Joyumuz kredit esasından satıladı.